Assalamu alaykum aziz mehmonlar. Bugun biz 6-cı qatımlıq leksiyamizni hozir boshlash oldida turyapmiz. Bugungi leksiyaning temasi igilik tiklash to'g'risida. Bu muammo bizning hayotimizdagi nihoyat muhim bir qonunlarning birisi deb qaraymiz. Chunki igilik tiklashga qiziqmaydigan odam bo'lmasligi mumkin. Har qanday odam o'ziniki bu dunyo hayotini nihoyat baxtli, ya'ni yanchig'i to'q o'tishni xohlaydi. Biroq bu igilik tiklashmi undaq oson emas. Uningga biz jismoniy jihatda, yuz obro' jihatda, hatto mablag' jihatda biz zo'r bilan to'lgan vaqtda anikin igilik tiklash qilib bo'ladi. Shunga biz igilik tiklashga nihoyat qiziqqan bo'lsakmi, yüzde belki bir 10% adam bu sohaga kira olishi mumkin. Qolgan ko'pincha odam bu sohaga kirolmaydi. Kirishdan burunla xuddi biz bir cho'nqur dengizga yoki bir qaynama chiqadigandek his qildi o'zini. Qo'rqib qoladi. Balki bu men yab ketish mumkin deb qarab qoladi. Amaliyotda bu unda qo'rqishmi emas, ammo hozir badal to'lashga to'g'ri keladi. Yo'qsa bo'ladi. Ben özüm efesam men bu dastlabda so'dib bakkan, so'zni boshlagan, so'z vaqtida men bu baqqallikni qilib bakkan. Yani sevgi episodini bakkan. Balki meni buna tutib qarab, balki o'qib bitirkepla, tutqan ochgan bo'lishi mumkin deb o'ylab qo'yishinglar mumkin. Men dastlab qadamda tijoratni ashunday kichik bir yerdan boshlagan. Keyin tijoratdan o'qishni birlashtirib etmangan. Oxirsida o'qib bitirib, mushu tutqanni ochdim, ochqilma hozir ishchi bo'lib qoldi. Bugungi leksiyani so'zligichimi? Do'stimiz Muhammad Niyaz Ablat umu ashunday bir tarafdan o'qib, bir tarafdan iltifot mangan gatimizning birisi. O'qish uchun o Jungo'da o'qitgan olmasdan Yaponiyada o'qib berib o'qigan. Iqtisodiy fanlar bo'yicha magistrlik ilmiy unvoniga erishgan. U yerdan qaytib kelgandan keyin bir şirket kurup soğudu qilgan. Soğudu jarayonida bu kepla cho'ng so'udu qilgan emas, kelgandan keyin kichikdan boshlab tijoratni kengaytirib, hozir bir cho'ng bir shirkatning xo'jayiniga aylandi. Buning o'zining nurg'un bilgan ko'rganlari, tajriba saboqlari bor. Bugungi leksiyada o'zining shunday ko'rganlarini sizlarga so'zlab berdi. Men oldi bilan Muhammad Niyozning azroq bir sizlarga bir tunishtirib qo'ysam, buning ham bir kimligi, nalikligi, nimchaqqan bu to'g'riliq. Azroq bir ma'lumot bersam, Muhammad Niyaz Ablat 1978-yili Aqsu viloyatining Kalpin noyasida bo'lgan. 1993-yildan 1996-yilgacha Aqsu viloyatlik Darul Mualliminda o'qigan. O'qish bitirgandan keyin Kalpin noyasida o'qitib xizmatda bo'lgan. 1996-yili texim yuqori o'rlab uchun Ürümçi kelib Şinjan Üniversitesi'ndeki sonlar ma'rifi bo'yicha ingliz tili kasbida o'qigan. Ingliz tilini egallash Muhammad Niyaz Qashqadaryoda o'qish tayyorligini qilganligini estirgan. Natijada u 2001-yili Yaponiyaga berib, 2008-yilgacha Yaponiya Ritoku Universitetida o'qib, iqtisodiy fanlar bo'yicha magistrlik unvoniga erishgan. Yaponiyadagi o'qishning e'lon natijalarini anglab olgandan keyin ana vatanning iqtisodiy taraqqiyot ishlariga bir his qo'shishni amrin afzal deb bilib vatanga foyda kelgan va 2009-yili Urumchi Uyg'ur xalqaro savdo shirkatini qurgan. Hozir shu shirkatning ham boshqaruvchisi, ham shu shirkatning xo'jayini. Ham tuvanda Muhammad Niyaz Ablat mas'uliyat qiladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Al-og'aynilar, aka-uka, do'st birodarlar, qanday yaxshimisizlar? Men bugun har qaysingizlarningki qimmat vaqtinglarni chiqarib, mushu bizning bu leksiya faoliyatimizga qatnashib berganligingizga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Va ham Ablajon boshchiligidagi bu bilkuch kutubxonasidagi barliq qarindoshlarga, shundaqla Iskandar madaniyat tarixchi
şirketining mana shunday yaxshi so'rinlarni uyushtirib, madaniyat faoliyatlarini taraqqiy qildirishga turtki qo'shayotganlikqa chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Yuqorida Ablajon qisqacha meni tunishtirib o'tdi va men qayta o'zimni tunishtirishni takrorlamayman. Unda bo'lsa biz bu leksiyamizni boshlab ketsak. Qarindoshlar, bizning Uyg'ur tilimizda shunday yaxshi bir kalimalar bor. Qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga degan bir kalimamiz bor. Dal mana shu kalimamizningki ruhiy asoslanganimizdami, biz ko'ngil qo'ymasak hech bir dunyoda oson ishning yo'qligini. Rasman jamiyatga to'g'ri kuzatdim. Hech bir oson ish yo'q. Dal ana shu ko'ngil qo'yganimizda, tirishganimizda, g'ayrat qilganimizda biz Japonni yoki g'ayratni o'zimizning majburiyati deb bilganimizda dunyoda hech qanday qiyin ishmi yo'q ekan. Yana bizning shunday yaxshi kalimalarimiz bor Uyg'ur tilida. Japonni kim to'latasa, go'harni shu alur tashqin, go'harni alg'icha tashqin, ni savdo o'tidi boshdan degan bunda ruhli kalimalarimiz bor. Bu qaramoqqa naqshida yoki she'rda bir ikki kalimada qilgan bilan bu kalimalarning ichiga yushurilgan cho'nqur boyliqlar bor. Dal u boyliq ana shu Japonni kim to'latasa, go'harni shu alur tashqin. Undaqda biz shu Japonni sharaf deb bilib, Japonni o'zimizning majburiyati deb bilib, Japon tatqanni kamsitmagandilar, biz dal dunyoda kichik vodka do'kondan tortib Toyota, Nissan, Honda u har oliy shirkatlargachilik zavod korxonalarga qadar biz chuqur qura olamiz. Shu zavod, shu korxonalarni qurganlarmi har qaysimizga o'xshash shunday oddiy odamlardir. Bugun bu so'rinimizga qatnashib bergan har qaysinglar meni tunuydiganlarmi borda? Yoki igilik tiklash degan bir yaxshi kema sizlarni qiziqtirgan bo'lishi mumkin. Qanaqalik bo'lsa biz bir ishga aqtimi bo'lmadi. Menga bu vazifa, ya'ni mushu bir igilik tiklash to'g'risida biz o'zimizning bir ko'rgan bilganlarimiz to'g'risida bir leksiya so'zlab bersangiz dedi. Men keldim, har qaysingizlar mushuncha ko'pchilik bu so'ringa kelishda cho'qim hammamizning iqtisod ilmiga yoki iqtisodga zo'r qiziqish, savdoga cho'nqur qiziqish din iborat yuksak arzu armonlari balami cho'qim ko'p deb o'ylayman. Va ham hozir nima ish qilishni bilolmaymiz sizlarga. Izlanayotgan, cho'qim igilik tiklashni yuragiga umid qilib bog'layotgan. Shu bosiqida qanday kirish oldida nima qilishni bilolmay tamtirayotganlarimizmi bo'lishimiz mumkin. Va ham hozir jamiyatda ma'lum bir igilik boshlab, ma'lum bir savdo bilan shu ish faoliyatlarimizni qilayotganlarimiz bo'lishi mumkin. Undaqda bu arzu umidlarimizni, bu igilik tiklash degan temamizda men mushu niyatdagi barlar uchun bu so'rinni foydalanib, arkadaşlarga igilik tiklash to'g'risida o'zimningki beshidan o'tgan tajribalarim va iqtisod bilimlarini birlashtirgan asosda so'zlab o'tishni to'g'ri ko'rdim. Endi men bu igilik tiklash degan bu bir büyük, cho'ng bir tema bo'lib, har qaysimizning yuqorqi alaylikka mos kelgan asosda igilik tiklash, bu igilik tiklashning ma'lum prinsiplari va omillari, shundaqla tiklangan igilikni qanday qilganda taraq qildirg'ili bo'ladi yoki qanday qilganda uning mavjudligini saqlab, kuchlanib, cho'ng büyüklashib, dunyoga va xalqqa, jamiyatga ta'sir ko'rsatib, cho'ng shirkat omiliga aylantirib bo'ladiganligi to'g'risida men har qaysingizlarga so'zlab o'tmoqchiman. Bundaqda qarindoshlar, yuqorida men deb o'tgandekdek, Japonni kim to'latasa, go'harni shu alur tashqin degan bir kalimani so'zlab o'tdim. Demak, hech kim Japon tatmay turib, go'har og'ili bo'lmaydi. Bundaqda bizning xalqimizning hozirgi sharoiti qanday bo'lib o'tadi? Masalan, biz mushu igilik tiklash yoki bu igilikni qanday taraq qildirishni so'zlagan vaqtimizda buni nima uchun bu yerda biz so'zlashni zarur deb bildik.
degan nuqtada men hozirgi bizningki duch kelayotgan sharoitimiz va dunyo iqtisod eqimining qanday sharoitda yo'linishda ketib borayotganligi to'g'risida biroz to'xtalib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Hammamizga ayon bizning bu diyorimiz yoki biz shu O'rta Osiyoning markazida bo'lib, tarixga nazar solsak, xalqimiz Sharqning tovar mol mulklarini, madaniyatini G'arbga yetkazish, G'arbninkini Sharqqa yetkazishda muhim rol o'ynagan, ya'ni tarixiy Ipak yo'lining markaziga joylashgan birdan-bir muhim o'rin. Dal shu zamonlardagi savdoning tuguniga joylashganda, u savdoni elib bir vaqtgacha savdo millati yashagan o'rin. Hamda bu savdo millati bugun qanday bo'lib qoldi? Faqat ashqini ichishni biladigan yoki bo'lmasa shu hayqa shu saysetishni biladigan mushundaqli bo'lib qoldimi? Bu dal Yevropada sanoat inqilobining ko'tarilishi bilan birga u sanoat inqilobi dunyoga yamridi va taraqqiy qildi. Shundaqla dengiz yo'lininki savdo liniyalari eshilib ketdi. Bu sababdan Ipak yo'li yemirilishga boshladi. Shuning bilan bizning xalqimiz savdo sohasida o'zining ayni zamondagi taraqqiyot holatini saqlab qolgan bo'lsa-mi, zo'r o'zgarishlarga o'zini atab, u zanjirning ustiga minamay qolib qoldi deb o'ylayman. Biz ham buni na'din ko'rib olishga bo'ladi deganda, biz bu ya'ni nahayat taraqqiy qilayotgan bu Urumchi shahriga, ya'ni bu yaqindan bir taraqqiy qilib mushoalatga kelgan shahar. Bu shaharga biroqla qarab, uningga baho berishga bo'lmaydi. Har qaysimizningki tug'ilgan yurtlarimiz, nahiyalarimiz va viloyatlarimizning cho'ng bozorlarini ko'z oldimizga keltirish to'g'ri keladi. Dal shu bozorlarni ko'rgan vaqtimizda, masalanga nahayat cho'ng o'rinda butun shu rayondagi odamlar shu yakshanbalik shu bozorlarda ahtigini o'zlarining chiroyli kiyimlarini kiyishib, balavoqalarini elishib, bozorga o'zlarining ishlab chiqargan ya eshingi mahsulotlarini bozorga olib berib, u bozorda amlashtirish elib beribdi. Bozordan o'ziga lazimatli narsani elib qaytib kelyapti. Shundoq rohat bir bozor andizini ko'z oldimizga keltiramiz. Ammo bu bozorga hozir qalasak, odamning ish chog'irigidek holatda. Nima degan vaqtda ya to'pining ustida o'tirib sayset tutgan, olma setib turganlarni ko'ryapmiz. O'zining ishakning taqalarini uni buni setib turganlarni ko'ryapmiz. Demak, mushu rangarang bozor. Lekin shu bozor shu rayonning ehtiyojini qamdab ketayotgan nihoyatda qaynoq bir bozorni ko'rib olamiz. Endi u bozor degan, men o'zim Yaponiyada shuni ko'rdim. Biz u bozorga hozirgi ko'zimiz bilan qarasak, shundoq bechora shu ko'ringan bilan 200-300 yilning oldidagi kallamiz bilan shu bozorni nazar qilsak, bu bozor nima degan taraqqiy qilgan bozorlikni ko'rib olamiz. Dal shu 200-300 yilning oldida Yevropa va Amerikalarda ham undaq bozorlar bo'lmasligi mumkin. Mening diqqat qilgan bir nuqtam bor. Yapondagi yaponcha to'liq so'zlarga men diqqat qilsam, Uyg'urchadan yaponchaga kirib qolgan biror gapni bayqamadim. Faqatla bozor degan gap yaponchada bor. Dal shu bizning bozorga o'xshaydigan bir bozorni hozirmi yaponliklar bozor deydi. Uningdan bilak men bir Uyg'urcha gapning yaponlikka ta'sir qilib kirganini bayqamadim. Ammo bizning tilimizga boshqa millatlarning nurg'un ta'sir qilib kirayotgan kelimelari, so'zlari intayin ko'p. Ang oxirida Yapondan qaytishimga to'g'rilashib, Yaponda shopping mall deydigan bir şey paydo bo'ldi. U nima deganda, u buyuk bozor degan ma'nodagi shopping mall. Endi bu shopping mall qanday bo'ladi desa, biz hozir hammamiz kichik, ya'ni yakkilikdan o'zimizga xos kichik bir botka yoki bir do'kon ochdik. Bu shu rayondagi shu xalqningki ehtiyojini qamday olmagandan keyin uningdan cho'ngroq bir maxsus setish do'koni yoki tanlov bozorini barpo qildik. Bu tanlov bozorimi ehtiyojini qamday olmaganda Carrefourga o'xshash yurishlashgan cho'ngroq tanlov bozori bo'ldi. Hamda chet ellarda bunda bir qavat tanlov bozori emas, butun bir bino tanlov bozori shaklida bor. Masalan, bir qavatda butunlay yemak-ichmak, bir qavatda kiyim-kechak bu yurishlashgan buyuk tanlov bozori bozorlar maydon bo'ldi.
Endi u bozorlarmı yani cemiyetning ehtiyojini qamday olmaganda dal shopping mall paydo bo'ldi. Bu shopping mall degan qanday desa, masalan, Ürümçi desek, hozir dal hammamiz ko'ryapmiz. Men Carrefourga berib, mal setib olmoqchi bo'lsam, mashinamni haydab kelsam, nerda to'xtatish? Bir yerda to'xtatay deb, shundaq bo'yicha ramning yeniga kelib turgan, qo'l uzatib turgan odamlar bor. Bu jihatlardan odam siqindi his qiladi. Shuning bilan bu bozorni, ya'ni xalqning ehtiyojini qondirish uchun bu nimaga masalan ulanmaydek biroz yiroqlashgan rayonga ko'lamlashgan o'ringa olib berib, dal qavat shu cho'ng buyuk bozormi bor, maxsus setish do'konimi bor, oshxonami bor, hammasi bor. Zaten shu kunisi biz mashinamizni haydab qilsak, uning biror ming mashina to'xtatdik, cho'ng mashina to'xtatish maydonlari bor ekan. Demak, bu nima deganda dal bizning hozirgi janubdagi shu bozorlarimizningki taraqqiy topgan shakli. Uning shu shaklida va sifatida farq bo'lsa-mu, xarakteri o'xshashga deb tushundim. Ammo bu so'zlarimni aytishimdagi sabab biz tarixda mana shunday O'rta Osiyoda iqtisodni eng taraqqiy qildirib, bu zamonda yashagan bir millat. Afsus, u sanoat inqilobi ko'tarish, dengiz yo'lining ko'tarilishi bilan biz shu davrdagi iqtisodning zanjiriga minolmay, biz petimizni hozircha saqlab kelyapmiz. Buningdan sirt, oldingi asrning 90-yillarda boshlab hammamizga ayon kompyuterdan iborat bu shay'i intayin yamrab butun dunyo miqyosi xarakterlik ko'paydi. Va internet to'ridan iborat xabarlashish to'r liniyasi maydonga keldi. Ham shundaqla yanpun va boshqa har turdagi aloqalashish uchurlari, aloqalashish asboblari umumlashib ketdi. Bu dunyoning büyük dunyolikni kichiklashtirdi, yiroqlikni yaqinlashtirdi. Hozir masalan jahon ayniki degandek Amerika bilan mishada turib telefonda so'zlashga bo'ladi. Demak, dunyo hammamizning kallamizda turayotgan dunyo burun Ürümçi yoki diyorimiz degan bo'lsak, hozir butkul dunyo bir yo'maloq shaklda kallamizda shunday oddiy narsaga aylandi. Bu burun Beijing desa, to'la yiroq bir yerda. Hozir inson kichiklashdi. Ham dal bu internet va uchur vositalarining zo'r darajada taraqqiyoti natijasida butkul jamiyatningki barliq nuqtalarga qadar nurg'un ta'sir qilib o'zgartirib o'tdi. Ana shu uchur vositalari, ya'ni yarasha aralashgan uchur inqilobining ta'sirida bizning savdo holatimizga, shundaqla dunyoning savdo holatiga nurg'unlagan ta'sirlarni, nurg'unlagan jiddiyliklarni keltirib o'tdi. Ana shu davrda bizningki shu uchurlashgan savdo sohasiga moslashmaydigan nurg'un qahramonlarimiz, nurg'un tijoratchilarimiz, korxonalarimiz chiqmadi. Ham buning sababi Jungoda, ya'ni yangi Jungo qurilgandan boshlab umumiy ishlab chiqarish tuzumi yo'l qo'yilib, 80-yillardan boshlab bozor egiligi yo'l qo'yildi. Buning bilan bir qism ichimizdagi ya kasb bilmaydigan, onda chiqib aytganda hunar bilmaydigan yoki boshqa bir o'rinda hech nima ishni bilmaganlarning ichida ba'zi qaram, ba'zi tavakkulchi odamlarimiz yurtdan yungchuqu yoki tarakesak yoki guli qoq deganga o'xshash bizning an'anaviy yezigilik mahsulotlarimizni Ürümçi va Ishkiri o'lkalarga yo'tkab setib, ya'ni Sharq Ishkirninki ishlab chiqargan har turli rangarang ras yolg'on tovarlarini Ürümçi va yurtimizning bulung qushqoq virg'ichilik yo'tkab setishdan iboratning o'zi tijorat deb qarab shakllandi. Dal ularni 90-yilga kelgan vaqtda mana shunday iqtisodga ta'sir ko'rsatgan uchurga, ya'ni zamonaviylashgan iqtisod zanjiriga ularni munammay gangrab deb qoldi. Hamda hozir deb o'tganimizga o'xshash yangi Jungo qurilib yoki 70-yillardan keyingi tuzilmamiz, jamiyat qurilmamizning o'xshash davrida nurg'unlagan ishchi xizmatchilarga jamiyat ehtiyoj bo'ldi. Bu sababdan barliq xalqimiz o'zining o'quvchilarini yoki o'zining bolalarini faqat kadr qilish,
davlat xizmatchisi qilishdan iborat bir chiqish yo'lidan boshqa yo'l yo'qdek ko'rib, hammamiz nurg'un kuch sarf qilib o'qitdik. U bolalarimiz maktabni bitirgandan keyin joy-joylarga berib, lüchik bo'lishga yaralgan odammi ma'lum bir idoraning bir jo'zasini bekib yerda turdi. Albatta tijorat sohasiga kirishga tegishli aqlli odamlarimizni yakramadi. Buning bilan dal bizning uchur inqilobi, ya'ni bizni g'idiqlagan davrda u yerda dal shuning moslashib turgan aqlli, taktikali, jasur, dunyo miqyosidagi raqobatga bardoshlik bera oladigan qarqinishlar, igilik yaratuvchilar chiqolmay qoldi. Chunki dal bayotinki bizning savdogarlarimizga o'xshash pulida pul balaning qo'lida aql va bilim taktika az bo'lib qoldi. Aql taktikada bala davlat xizmatchisi sifatida hammasi o'zining ruhini yo'qotib masalanga ojizlashib, ruhsizlashib shu qapazdagi qushqashdek 8 soat to'salar xizmat qiladigan shu muqim keladigan muash tariqasida keldi. Demak, mening bu jarayonlarni so'zlab o'tishimdagi sabab dal ana shu bir qancha qitimliq raqobat dunyosiga qanday qilganda maqsadlagan odamlar kerak edi. Hamda bu uchur inqilobi deb qo'yamiz yoki raqobat dunyosi deb qo'yamiz. Bu raqobat dunyosiningki yoki sanoat inqilobi bo'lsin yoki yaqindagi dunyo shumul o'tkazilayotgan savdo va boshqa jihatlardagi uchur inqilobi bo'lsin yoki dunyodagi kapitalistik egilikning egallashi, bozor egilikligi jonlanishi natijasida biz nurg'unlagan yaxshi taraqqiyotlarga erishdik. Ammo yana nurg'unlagan ziyonlarmi bizning beshimizga keldi. Alaylik. Burunga qaraganda hozir biz nahayat yaxshi. Bu nahda yaxshi bo'lib o'tdi. Men mango degan narsani men bilmaydim 10 yilning oldida. So'rasam sizlarmi cho'qim mango degan narsani uqmasligim mumkin. Men bananani bir 15 yilning oldida tunji yegandim. Demak, Filippinning bananasini yalaydigan, Tayvanning apelsinini yalaydigan, yoki bo'lmasa Meksikaninki mangosini yalaydigan, Amerikaning Ford, Toyota'ning, Yaponiyaning Toyota qatorliq shunday ilg'or qarxinlarning dunyoning ilg'or narslarini, Turkiyaning shokolati degandek shunday nurg'un narsalar qo'limizga keldi. Kiyim-kechakda bo'lsin, yemak-ichmakda bo'lsin, har sohada bu narsalar keldi. Ammo bizni ziyonga uchratgan narsalar nima deganda, bu ya'ni yarasha aralashgan iqtisodning bizga o'xshash ojiz, endi bosh ko'tarib, endi taraqqiy, endi igilik yo'liga kiray deb turgan davrga cho'ng ta'sirlarni olib keldi deb qarayman. Bu nima deganda, bizningmi tarixdan beri och qolmagan, masalanga yalang'och qolmagan mo'zdozlarimiz oyoqlarini shundoq yaxshi g'ichillatib mang'adak oyoqlarni tikib o'tadi. Bu Yaponiyada bir do'konga kirsam, bir oyoq turdi. Jungi pul 7000 so'm. Bu nima oyoq tubi deb shundoq qarasam, qo'l tikmasi deb turdi. Demak, ana shundoq qo'l tikma oyoqlarimiz, qo'l tikma kiyimlarimiz yoki hozirgi zamonga mahsulotda nurg'un bizning kichik tipdagi qarxinlarimiz, qo'l hunarvanlarimiz bor edi. Dal ana shu yarasha aralashgan iqtisodning ta'sirida har narsa eqib kelish natijasida biz uning yaxshi mu'nammaganligimiz tufaylidan bizda nihoyat ojizlik. Ya'ni hozir tumoqchi desanglar, tumoqchi yo'qlish oldida. Mo'zdoz desanglar, mo'zdoz yo'qlish oldida. Qisqasi bizning zoti nemish qilgan millat bu tarixda. Bu egilik jihati hech qanday narsa yo'qmi deb qarasak, bu yerda undaq emas. Cho'qim bor aslan. Dal shu bolalarimiz mushu 20 yil ichida hozir hammasi yo'qolishga majbur bo'ldi. Ham shuning bilan yana bir so'qilishga paydo bo'ldi. U bo'lsa-mu oldingi asrning deylar, ya'ni 2000-yillarning oldi kaynidan boshlab bu Arman shirkatining yangoq halqini, ya'ni u badan talqonlarini o'rab pachalash orqali, uni Arman talla bozori zanjiriga mindirish orqali bütün yurtlarga, ya'ni televizorda bo'lsin, radioda bo'lsin, e'lon qilish natijasida yangi bir markachilik dunyoga keldi. Shuning bilan bütün xalqimizda marka qizg'inligi ko'tarildi bo'lmasa. Ammo bu marka qizg'inligi ayni vaqtda o'zimizning qo'lidan keladigan
o'zimizning qo'ldan keladigan shu hunar yoki shu ish bilan boshlanib qolmasdan bu qarmoqda o'zimizning xatlari, o'zimizning markalar turgan bilan hammasi ya'ni o'tinish xarakterli ishlab chiqargan. Shuning bilan hozir biz bir marka olay desakmi, chiroyli so'zlarni tugab ketibdi. Kompyuter izsam topib bo'lmaydigan darajaga yetibdi. Demak, biz butun markalashib ketib qolgandan keyin hammamiz korxonachilarimiz bizning hamda azroq aqlimizni ishlatib shu yo'lni izlanganlarimizning hammasi marka elib, ma'lum ichkiridagi yoki bir bir shirkatga uni yasatish orqali xalqimizga ko'pish. Bu orqali yana yangidan boshlaydi. Yangidan qilay deganlarga yana zarba bo'ldi. Demak, men so'zlab o'tgan mana mushundaq bir qator bizningki xalqimizning iqtisod ishlariga ta'sir bo'layotgan masalalar tufaylidan hozir xalqimiz o'z ichidan masalanga dal davrning shu taraqqiyot iqimiga moslasha oladigan, shu ziddiyat to'qinishlarni yengillaydigan, dal o'z ichidan o'ziga o'zi yaxshi xizmat bera oladigan ilg'or ideyalar, bilimli, haqiqiy, aqlli, haqiqiy davrga moslashgan tijoratchilarni, farqini shirkatlarni umid qilib o'tadi. Qo'limi umid qilib o'tadi. Dal mushu nuqtani markaz qilgan asosda bu egilik boshlash yoki egilik tiklash temizligi kemining nihoyat zarurligini tushunib yetib, men har qaysinglarga bu yerda so'zlab o'tmoqchiman. So'zlarim biroz uzoq ketib qoldi. Endi naq gapga kelsak, dal bu egilik tiklashga bir qancha omillar kerak. Biz dunyoga nazar solaylik. Biz insonlar yoki biz mushu yashayotganlarimiz quyosh nuri va havodan bilak, ya'ni mushu havodan iborat bu ikki yer sharidagi modda bizga erkin, hech haqsiz keladigan moddadir. Uningdan bilak nurg'un bizning turmush va jamiyat ahvollarimizga nurg'un moddalar bizga lozim bo'ladi. Hamda iqtisod degan nima desa, bir qiz gapda oddiy qilib tushundirsa, mushu zaminda bor mulkni, moddani insonning amgaki orqali yug'urib, uni mulozimatdan iborat bir harvaning ustiga mindirib, puldan iborat guvoch orqali, ya'ni insoniyatga tang taqsim qilish yo'lidan iborat. Qanday qilganda, hamda demakki hozir bu shundoq, lekin tang taqsimot bo'lmayotdi. İqtisodning maqsadimi, iqtisodiy nurg'un siyosatning maqsadimi, qanday qilsak zodi insoniyatga birdan ikki yaxshi degandekdak bir qadam yaxshi tang taqsimotga biz erishgan bo'ladi degan nuqtadan iborat. Dal biz egilik tiklaydiganmiz degandan keyin tuvandagi bir qancha shartlarni biz hozirlashimiz kerak. Egilik tiklashga to'limiz zarur bo'lgan 4 xil shart hozir bo'ladi. Men hozir iqtisodning nimaligini oddiy tushundirdim. Shuningga o'xshash bu iqtisod degan butun qilsa mulkni emgak, aqliy iqtidor orqali yug'urib, mulozimat harvasi orqali uniyani xalqqa yetkazish jarayonidan iborat. Biz doktorlik qilmaymiz. Biz odam tarbiyalab, ma'rif bu ishlarni qilmaymiz. Bumi ijtimoiy jamiyatning biz ayrila olmayotgan birdan-bir jarayonidan iborat. Hammamiz shunga qiziqamiz. Bizning turmushimiz dal iqtisoddan ayrila olmaydi. Unda bo'lganda bu iqtisodni turimiz deydiganmiz, mushu 4 omil ichidan izlashimiz kerak. Birinchi, bizda yuksak ruhiy istiqot mustahkam bo'lish kerak. Yuksak istiqot, ruhiy istiqot. Ikkinchisi, sharoit. Ya'ni sharoit deganda bu fursat. Uchinchidan kapital. Ya'ni bu kapital desa, ishlik almoqqa pul degan kirishimiz bor. Pulmi bor, mulkmi bor, material. Emgak kuchimi bor. Aqlmi bor. Ya'ni oddiy qilib aytsak kapital. Uningdan sir aqliy iqtidori va qobiliyat. Xo'sh, mushu 4 omil bo'ladi ekan, biz chuqum egilikni tiklay olamiz. Egilik shu yerdan chiqadi. Unda bo'lsa, dastlabdan boshlab men bir o'zimning o'ylaganlarimni sizlarga bir yetkazay. Ruhiy istiqot deb so'zlab o'tdim. Japani kim to'la tashsa, guharni shu alur tashqin, guharni olg'icha tashqin, nisavda o'tidi boshdan deb o'tib qo'yadi. Bizga bu qimmat kalimani xalqimiz qoldirgan. Hech bir xalqimiz naqshi usul o'ynatsa to'la. Guharni shu alur tashqin, guharni olg'icha tashqin,
nag'ma navo chalamiz boshdan degan bunday kelimalarni bizga qoldirmabdi ekan. Şoňa biz faqat jafo tortimiz. Hamda shu ruhiy e'tiqod deganimiz bu iqtisod sohasida dal bizning emgakni so'yadigan, qiyinchilikni yengadigan, jafoni sharaf deb biladigan, jafoni mening emgakim deb biladigan, xalqiga, o'ziga, jamiyatga, butun dunyoga jafo qilib, dunyoning qiyinchiligini yengib beradigan shu iroda bo'lish kerak. Shu ruhiy e'tiqod lozim. Undaqda biz diqqat qilib qo'yaylik. Bizning xalqimizning hozirgi bizning holatimizda ashundaq e'tiqod bormi yo'q? Menimcha bu nihoyatda ojizlashib ketdi. Qo'limiz susishib ketdi. Hamda bu e'tiqodni nima uchun susishib ketdi degan nuqtada men o'zimning maydonida bir qancha taraflarni o'ylab ko'rdim. Sizlarga buni tugim kelib o'tdi. Sizlarningmi buningdagi nima uchun zadim shu ruhiy e'tiqodda jafoga bo'lgan, nima uchun bizda ojizlik bo'lib ketdi deb o'ylanib qo'ysanglar bo'ladi. Bizning xalqimiz tariximizga nazar solsak, biz turk chorvachi millatlari ichidan chiqib, barqadar burun shaharlashgan, ham chorvachilikmi bor, ham shaharlashgan bir millatkanmiz. Va shu nuqtada dunyoning hozirgi davrga, ya'ni men chunki Jungoda yashab o'sdim. Men Yaponiyada 8-9 yilgachilik bu yerda yashadim. Demak, Yaponliklarning turmush odati va Jungoliklarning turmush odati va o'zimning turmush odati va O'rta Osiyodagi asalliq millatlarning turmush odatidan chiqib bir tafakkur qilib baqdim. Shunga qaraganda chorvachi millatlarda shu jafoga, shu emgakka, qisqasi chekisdan tar chiqishga o'zini tortadigan, qochadigan, yiroq turadigan, jafoni boshqalarga ishitib qo'yadigan, jafoni so'ymaydigan bu ruh roz odatda his qildim. Bu nereden kelgandi deb o'ylasa,